Do'stlar, navbatdagi jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni biz Dashtobod Iqbol qishlog'ida quryapmiz. Mana Shoir opamlarni mana bu yerda eski sal og'ir ahvolda vreminkasi bor edi. Ko'rdinglar, uni buzib tashladik-da. Mana yana uni betonlar quyilib, mana uylarimiz уже qad ko'taryapti. Usta akalar, hormang. Charchamayapsizlarmi? Omonmisizlar? Undan keyin keling, Shoir opa, keling mana. Bu Shoir opamlarga qurilayotgan uy. Shoir opa, buni o'tgan yili qurgan dedingiz, ha? Bu haqida aytib bering, o'ting yo'q. Mana Ro'zoyida blogerlar ket mana shu yordam qildi bizlarga. Keyin mana Hojona ham yordam qildi bizlarga. Mana shu uyimda ko'tarib oldim. Shungacha yetdi meni qurgan. Qolganiga yetmay qoldi. Men Asqar blogerga murojaat qildim. Mana shu uyimni bitir bering, shu uylarni qiling. Men ham yangida yashashlikni niyat qildim men. Tunal shu jannat uydagilar qatorida men ham yangida yashashlikni nasib aylasin deb murojaat qildim. Shunchalik meni bo'lyapti. Bo'ladi, xudo xolasa. Qarang, mana bu uylar qurilgan, ko'tarilgan bu, ko'tarib qo'yilgan, lekin hali bu polni hali tom yopilish kerak. Hali elektromontaj, ichini loy suv ustidan valyarkasi, va tagini zaspkasi, hamma ishlar mana shunday turibdi hali, lekin ko'tarib qo'yilgan bu yoqda. Biz bu yoqdan yangi yonidan qo'shib qilyapmiz. Bu yoqda o'rtada darvozaxonamiz bo'layapti. Uyni proyekti mana shunday tushyapti. Mana bu yoqda bitta katta mehmonxona qo'shilyapti. Bu usta akalarimiz ham Dashtoboddan, Dashtobod har doim boshidan bu yoqqa oldinda ketyapti. Dashtobodliklarni yaxshi ko'raman. Borlaringizga ham shukur. Bizda Zomin ham, Jizzax, O'zbekiston umuman qarab turgan yo'q, butun O'zbekiston. Birlashyapmiz, gap yo'q. Siz bilan birgalikda juda ham katta ishlar qilyapmiz. Siz o'zingiz qanday savobli ishlarga qo'l urib qo'yayotganingizni bilasizmi? Malades insonsiz. Sizlarni yaxshi ko'raman. Borlaringizga ham shukur. Xudo xohlasa, navbatdagi jannatdan bir qasr deb qurilayotgan uyimizni mana shuni bekami ko'z qilib, xudo xohlasa, bitqazib, mana shu egalarini, mana shu Shoir opamlarni, mana Ozodjonlarni qo'llariga kalitlarini tantanali ravishda topshirib ketamiz. Nima dedilaringiz? Sizlarni yaxshi ko'raman. Borlaringizga ham shukur. O'zingizni ehtiyot qiling.